Moskvadan Toshkentga reys va avtobuslarimiz do'stlar. Moskvadamiz. Avtobus xizmatlarimiz O'zbekiston nomerida UzAvtotrans kompaniyasining avtobuslari do'stlar. Reyslar har kuni bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlarni qo'yamiz do'stlar. Kelsanglar bir kun oldin telefon qilinglar, joylar zayd qilinglar. Hozirda odam bilet, samolyot bileti qimmatlab ketgan. Bu arzonroq, lekin defitsit bo'lyapti, kam kelyapti. Shuning uchun telefon qilinglar, ekranga nomerlarni yozib qo'yamiz. Rossiya, O'zbekiston nomerlari bo'ladi do'stlar. 50-60 kilogacha yuklar olasizlar, mutlaqo besplatni ketadi. Yuklarga yukka 1 so'm pul olinmaydi do'stlar. Dokument registratsiyasi kuygan, reyestrga tushgan, patent kuyganlar telefon qilasizlar. Yo'lkirdan tashqari 3-4 so'm cho'ntaklarga pul solsanglar, bez deport, bez zapre chiqishinglarga imkoniyat paydo bo'ladi. Bitta pauzani bosing, tepani olamiz endi. Yukxonalarda 70 kilogacha yuk bilan besplatni. Prosta ixcham qilib olsanglar bo'ldi. Yuklarni kompaktni qilib olasizlar. 5 kilodan olsanglar bo'ladi. Ruchnoy klad ham bor. Hozir ichkarilarini ham batafsil tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Avtobuslar komfort. Like bosib, podpiskani bosib kuzatinglar, kanalimizga rivoj beradi do'stlar. Do'stlar, avtobusning ichki holatlari, mana avtobusimiz. Ruchnoy kladlar olsanglar bo'ladi. 5-6 kilolik qilib kompaktni qilib olsa bo'ladi. Bu pastdagi yukdan tashqari. Yuklarga mutlaqo besplatni pul olinmaydi deb aytib o'tdim. Zaryadniy ustroystvolari bor, kamera bezopasnost, monitor, kuller, hamma sharoiti bor avtobuslarda. Yo'lda nima kerakli narsa bo'lsa, hammasi bor. Komfortabilniy, cho'tka avtobuslar, yangi sidenkalari yotadi, bemalol yotkizib ketsanglar ham bo'ladi. Yoki orqaga yotkizib olsanglar bo'ladi, yoki bo'lmasa yonboshga surib olsanglar bo'ladi. Semizroq odamlar bo'lsa do'stlar, telefon qilasizlar, bitta like bosib, podpiskani bosib, podpishkada bo'linglar. Mana ukalarimiz yig'ilyapti. Reysga chiqishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kechroq yo'lga chiqamiz. Bugun ikkinchi reys 21:00 da. Sog' bo'linglar.